Assalomu alaykum. Men Abdullayev Sirojiddin, Noldi School'da kimyo fani o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Bu fanni tanlashimizga asosiy sabab yoshligimizda ayni shu fan bo'yicha o'zimiz o'rganmoqchi bo'lganmiz, lekin mutaxassis topa olmaganmiz. Bu paytda mutaxassislar sanoqli bo'lardi, lekin ular odatda noldan o'rgatishmasdi. Ayni shu sohani rivojlantirish uchun bolalarga noldan o'rganadigan o'quvchilar uchun ham kimyo fanini o'rgatish maqsadida va bizni yaqin atrofimizda bu soha bo'yicha mutaxassis bo'lmaganligi uchun tanlaganman. Albatta bor, kimyo fani aslini olganda juda ham qiziq fan hisoblanadi. Buni eng qiziqarli qiladigan qismi bu albatta tajribalar hisoblanadi. Ya'ni ayni o'sha mavzuga mos bo'lgan tajribalarni yoki bo'lmasamga o'quvchilarni kundalik hayotda ro'y beradigan kimyoviy jarayonlar bor, shularni tushuntirish orqali ham qiziqarli qilsa bo'ladi. Albatta hammaga birday manzur bo'ladigan qismi bu amaliy qism hisoblanadi. Bu qismda qiziqarli tajribalar, yangi mahsulotlar, yangi moddalar olishimiz mumkin yoki bo'lmasamga yangi dori vositalarini ishlab chiqarish uchun turli xil tajribalarni o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Shu qismi hammaga menimcha birdek yoqadi deb o'ylaymiz. Mavzu odatda birinchi o'rinda qaysi mavzuligiga qaraymiz. Ayni o'sha mavzuda qanaqangi o'quvchilarda qiyinchilik bor. Misol uchun biz tushuntiryapmizda, o'quvchi qaysi qismini tushunmayapti yoki umuman mavzuni tushunmayotgan bo'lsa, hayotiy misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Bilamiz, kimyo bizning hayotimiz bilan bevosita bog'liqda. Hayotimizda ro'y berayotgan jarayonlarni, hodisalarni tushunishimiz kerak bo'ladi bu. Kimyo fanini ko'pchilik endi qiyin deb biladi, o'rganishga qiynaladi. To'g'ridir, qaysi ma'noda? Nimaga bunaqa deb fikrlashadi? O'quvchilarda ba'zilarda bo'ladi, savol, ustoz men o'qiyapman, lekin tushunmayapman. Yoki bo'lmasamga aytishadi, ustoz men harakat qilyapman, qiynalyapman kimyo fanidan desa, aslini olganda u qiyin fan emas, uni hayotga bog'lay olishni bilish kerak. Shunaqa paytda o'quvchiga ayni o'sha mavzuni hayotiga bog'lab tushuntirib berishga harakat qiladi. Shunda o'rganish anchayin oson bo'ladi. Albatta, misol uchun biz biror bir dorilarni iste'mol qilmoqchimiz yoki bo'lmasamga bir vaqtni o'zida 2 ta yoki 3 ta dorini qabul qilyapmiz. Endi o'shani aralashtirib ichsak bo'ladimi yoki yo'qmi degan narsalar bor. Endi bu ozgina murakkab tushuntirish bo'lishi mumkindir. Shu narsa bo'yicha menda bitta saboq bo'lgan. O'zim ximik bo'lganim bilan doktorga bir payt telefon qilganman. Shunaqa, shu kalsiy xlor bilamiz, issiq ukor bor. Shu bilan magniy sulfat degan og'riq qoldiruvchi dori bor. Shuni aralashtirib qilsak bo'ladimi? U suv bittasi suv, bittasi ukor. Ikkitasini aralashtirib ta'sir ettirsak bo'ladimi desam, u menga savol bergan. Shu ikkitasi o'zaro reaksiyaga kirishsa cho'kma hosil bo'ladimi, yo'qmi deb. Yo'q, cho'kma hosil bo'lmaydi desam, demak unda qilsa bo'ladi. Keyin shunda umumiy tushuncha berganki, agar sen birorta bir moddaga ikkinchisini qo'shib iste'mol qilmoqchisan, oldin uni o'zaro ta'sirini ko'r. Agar ular bir-biri bilan reaksiyaga kirishmaydigan bo'lsa, bemalol iste'mol qilsang bo'ladi. Agar reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, ularni alohida iste'mol qilish kerak. Yoki bo'lmasamga aytamiz, ba'zi bir moddalarni ovqatdan oldin, ba'zilarini ovqatdan keyin yozadi. Bunga sabab nima deydigan bo'lsak, ayni o'sha moddamiz, ya'ni biz iste'mol qilgan modda ovqat tarkibidagi ba'zi bir moddalar bilan ta'sirlashib ketib qolmaydimi yoki yo'q? Shuni hisoblarini hammasini bilishimiz uchun ham bu kerak bo'ladi. Bu endi ozgina murakkabroq misol bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasamga yana bitta eng oddiy misol, biz kundalik hayotda choy ichamiz. Choyni odatda choynakda qaynatgan paytimizda choynaklarimizning tagida qurumlar hosil bo'ladi. Bularni yo'qotish uchun qadimda odatda kul solib qaynatishgan, ishqor solib qaynatishgan. Qaynatish natijasida ko'proq energiya sarflab qo'yiladi. Shuni o'rniga oddiyroq usullar bor. Misol uchun uksus degan moddamiz bor. Kundalik uyda ishlatamiz. Sirka kislota, uni kimyo tilidagi nomi. Shundan ozgina quyib qo'yib, ozgina qo'ysak, ozgina vaqtga qo'ysak, o'zi sekin ularni yemirib top-toza holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni uni tarkibidagi qurumlarni tozalay oladi. Shuning uchun ham bizni kimyosiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz deb o'ylayman. Yo'q, aylanmaydi. Bu joyda nanokimyo degan fan bor. Ko'mirni qachonki tarkibidagi atomlarni olmosni tarkibidagi atomlar kabi terib chiqsakkina fan orqali bo'lishi mumkin, lekin ko'mirni o'zi hech qachon olmosga aylanmaydi.
Kimyo fanini alohida xususiyati bu albatta moddalarni nazarda tutamiz. Odatda moddalar, ularning turlari, o'rganishi bizni hayotimizda keraklik jihatdan boshqa fanlardan ozgina ustun deb bilamiz. To'g'ri, boshqa fanlar ham kerak biz o'qishimiz, yashashimiz uchun. Hamma fan kerak bo'ladi, lekin ularning ichida eng kerakligi bizga bekorga tabiiy fan deb atmaymiz-da, ya'ni inson tabiiy yashashi uchun, o'sishi, unishi, rivojlanishi uchun albatta uni tarkibidagi, ya'ni moddalarni bilishimiz shart. Bizga qaysidir modda yetishmasa, yaxshi rivojlanmay qolamiz. Uni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shu jihatdan boshqa fanlardan ozgina ustun deb bilaman. Kimyo fani o'qituvchisida eng qiyinchilik albatta bu darslarni birinchi marta dars o'tgan paytimizda bo'lgan bu narsa. O'quvchilar xuddi shu savollarni ko'p berishardi. Ya'ni biz o'qiyapmiz, tushunmayapmiz degan savollar o'ta ko'p berishgan. Shu paytda ozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Ya'ni o'quvchilarga qanaqangi dars tushuntirganmiz. Sababi u paytda faqat kitobda yozilgan narsa bor edi. O'zimiz har bitta mavzu uchun metod ishlab chiqmaganmiz. Ayni o'sha narsalar bo'lmaganligi uchun dars o'tishda qiyinchiliklar bo'lgan. Endi ilmiy jihatdan oladigan bo'lsak, kristalla kimyo degan qismi bor. Ya'ni moddalarni o'zaro bir-biriga qo'shishimiz kerakda, natijada ularning kristallarini olib, rentgen strukturaviy tuzilish va analizda tahlil qilishimiz kerak. Ya'ni hosil bo'lgan moddamizni bizga tuzilishini chiqarib beradi apparat bor. Bu ilmiy ishimiz bo'yicha bo'lgan. Shu ilmiy ishimiz davomida bir modda bilan ishlaganmiz. To'g'rirog'i buni aytsak ham bo'ladi. Ketaralak degan modda bor. Og'riq qoldiruvchi dori vositasi sifatida foydalanadi. Bu juda ham kuchli dori vositasi hisoblanadi. Biz unga metallarni bog'lamoqchi bo'lganmiz. Ya'ni biz u shunaqangi moddaki suvda erimaydi. Agar unga metallarni bog'laydigan bo'lsak, u suvda eruvchan tuzga aylanadi. Natijada ulardan dori vositalarini tayyorlash mumkin bo'ladi. Hozir ham tayyorlanadi ketaralak, lekin u juda ham kuchli. Ba'zida o'sha oldinlari 1968-yilgacha uni narkoz sifatida foydalanib kelingan undan. Ayni o'sha narkoz og'riq qoldiruvchi dori vosita o'ta ham kuchli bo'lganligi uchun ko'p qo'llanib bo'lmaydi. Lekin unga o'sha metallarni bog'laydigan bo'lsak, u rak hujayrasini ham o'ldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Shu rejalarimiz hali oxirgacha ham yetmagan, ya'ni biz o'shani haligacha bog'lamayapmiz. Agar shuni bog'lasak, nasib qilsa rak hujayralarini o'ldiradigan yangi dori vositasini ishlab chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu Novda School'da birinchi bora tajriba o'tkazganimiz bo'lgan. Tajriba o'tkazganimizda o'sha ko'piklik tajriba, ya'ni ko'pikning ichiga gazlarni yiqib yoqmoqchi bo'lganmiz. Yoqilgan paytda birinchi chiqqan o'quvchimiz qo'liga ko'pikni olganda, idishda u yoqda gaz to'ldirilgan pufakchalar turibdi. Yoqqan paytimizda ozgina qo'ling qiziydi desam, mayli degan. Qo'li qiziganda haligini shuni ilashtirib yuborganda, butun suvlar haligina qara yonib ketgan hammasi. Eng qiziqarli va eng birinchisi shu bo'lgani uchun esda qoladi doim. Kelajakda juda ko'plab muammolarni hal qilishimiz mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda global muammo bu havo haroratining keskin ishishi yoki qishlarimizni keskin sovib ketishi. Va bundan tashqari yana bitta muammoimiz bor. Bu ozon qatlamining yemirilishi. Ya'ni hozirgi kundagi global ekologik muammolarni barchasini yechish uchun albatta kimyo fani kerak. Misol uchun ozon tuynugini yamash imkoniyati bor. Buning uchun laboratoriyalarda ozonatordan ozon olsak bo'ladi. O'sha ozon gazini olib teshiklarga yamash imkoniyati bor. Ozgina anchayin murakkab jarayon, so'z bilan aytganda oddiy bo'lishi mumkin, lekin buni amalga oshirsa bo'ladi. Ikkinchisi, havo tarkibidagi karbonat angidridning miqdori ortib ketishi. Buni ortib ketishi natijasida yozlarimiz haddan tashqari isib, qishlarimiz haddan tashqari sovib ketaveradi. Chunki karbonat angidridda bitta xususiyati bor. Havo tarkibida u issiqda issiqni ushlab turadi, sovuqda sovuqni ushlab turish xususiyatiga ega. Endi buni miqdorini kamaytirish uchun birinchi navbatda ishlab chiqarish zavodlaridan chiqayotgan chiqindilarni zararsizlantirishimiz kerak. Buni zararsizlantirish qanaqa yo'l bilan desa, adsorbent degan moddalarimiz bor. Bular o'ziga shu zararli moddalarni yutadi. Misol uchun bizda inson qabul qilinadigan aktivniy ugl degan dorimiz bor. Ichgan paytimizda u organizmdagi barcha zararli gazlarni yutib olib chiqib ketadi. Xuddi o'shanga o'xshash adsorbentlarni zavodlarda xo'ja ko'rsinga emas, doimiy ravishda qo'yib turishimiz kerak. Zavodlarda qo'yilgan bo'lishi mumkin, endi hammasida bilmayman, qanchadir ma'noda ishlaydi, lekin ko'pchiligi bir marta qo'yib qo'yishganda vaqtida almashtirilmaydi, vaqtida faollashtirib turilmaydi. Shuni hisobiga havoga ko'p miqdorda zararli gaz ajralib chiqib ketadi. Shularni kamaytirish kerak. Keyin imkon darajasida mana mashinamizdan chiqayotgan chiqindilar bor. Elektromobillarga baribir o'tish kerak. Va yana bitta narsa, kechaginda darsda ko'rib chiqqandagi o'quvchilar bilan bu vodorodga yuradigan mashinalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak.
sekin astalik bilan. Chunki bu narsa mexanizmlar anchayin tayyor qilingan, lekin haligacha sotuvga chiqmadi. O'shani tezroq sotuvga chiqarsak, vodorodga yuradigan mashinalardan hech qanaqangi chiqindi gazlari chiqmaydi. Buni natijasida havoga chiqayotgan hozirgi kunda mashinalar juda ham ko'payib ketgan, zararli gazlarning miqdori keskin kamayadi va bu natijasida bizdagi ekologik muammolarni ham oldini olish imkoni mavjud bo'ladi. Suvga yuradigan mashina. Havoni buzilishi, aytaman-ku, o'zi bog'liqlik joyi bor-da, o'sha ishlab chiqarishlar, mana u daraxtlarning kesilishi, buni natijasida karbonat angidridni daraxt o'zlashtirmaydi. Uni o'rniga o'sha faqat kislorod inson iste'mol qilyapti-da, daraxtlar kamayib ketyapti-da. Moddalar bilan bog'liqda bu moddalar almashinuvining buzilishi. Endi agar inson ta'sir qilmasa shu moddalar almashinuviga havo doimiy toza turaveradi. Bundan ham toza bo'ladi anchayin. Chunki o'simlik o'zi o'sadi, rivojlanadi, o'zidagi barglarini to'kadi, u barglar chirib o'ziga ozuqa bo'ladi. Biz olib buni nima qilamiz? Yoqamiz. Yoqqan paytimizda havoga zararli gazlar jalb chiqadi. Agar biz o'shani tegmasak, o'simlikka u navrot ozuqa bo'lib, kelasi yili uchun xizmat qilib beradi-da. Bu bevosita bog'liq havoga. Novda skuldagi kimyo faniga bo'lgan o'quvchilar tomonidan e'tibor anchayin yaxshi deb o'ylayman. Sababi hozirgi kunda bizga 40 ga yaqin shu sohani tanlagan o'quvchilar bor. Sharoitlar borasida gaplashsak, demak, bu yil xudo xolasa alohida laboratoriya xona ajratildi. Sekinlik bilan kerakli bo'lgan idishlar, moddalarni olib laboratoriyani boyitib bormoqdamiz. Bu borada ham ancha yaxshi holatga kelib qoldik deb o'ylayman. Kimyo fanini o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar aslini olganda juda ham qiziqarli va oson fan hisoblanadi, lekin uni oldin ichiga kirib bir o'rganib ko'rish kerak. Tashqaridan turganda hamma qiyin desa, o'sha gapga ishonavermasdan oldin kirib, ozgina bir darslarda qatnashib, o'rganib ko'rishsa, uni qanchayin oson fanligini albatta his qilib ko'rishadi.